va navbatdagi mehmonlarimizni taklif etdik. Ular Uzun tumanidan tashrif buyurishgan. Ayni damda suhbatdoshimiz To'lqinjon Ramazonov, Uzun tuman madaniyat bo'limi rahbari hamda mazkur madaniyat bo'limi xonandasi Abdulatif Usmonovlar. Xush kelibsizlar. Bugun viloyatda bayramlar ko'p. Ayniqsa mart oyi juda ham bayramlarga boy oy bo'ldi va madaniyat bo'limi xonandalari, ijodkorlari barchasi mana shu bayramlarni boshida qosh bo'ldilar desak ham yanglish aytmagan bo'lamiz. Bugun Uzun tumanida qanday yangiliklar? To'lqinjondan birinchi madaniyat bo'limidagi yangiliklarni bilib olsak. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi islohotlarga keladigan bo'lsak, madaniyat sohasida bir qancha islohotlar bo'lyapti. Shu kungacha bo'lgan yangiliklarimizni tumanimizning Navro'zlarini, viloyatimizning Navro'z tadbir bayramlarini, umumxalq bayramini juda bir chiroyli tarzda, ko'tarinki ruhda kutib oldik. O'zimiz jamoamiz bilan yaxshi bir yangi asarlar havola etdik. Asosiy sahnada ham chiqishlar qildik. Yaxshi. Bugungi kunda Uzun tuman madaniyat bo'limi qoshida qanday folklor jamoalar ish olib boryapti? Uzun tumanimizda Oqvoq folklor etnografik jamoamiz bor. Yaxshi dasturlari bor. O'zlarini respublika konkurslariga chiqib, har doim o'zlarini yaxshi chiqishlari bilan elimizni, xalqimizni, o'zimizni viloyatimizda ancha nazariga tushib qolgan. Albatta, studiyamizda ham mehmon bo'lishgan, haqiqatan ham zabardast, chaqqon va bugun san'atni tarannum etib kelayotgan insonlar. Rahmat javoblar uchun. Shu o'rinda Abdulatif akaga ham yuzlansak. Abdulatif aka, kayfiyatlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshi. Bugun qanday ijodiy namunalar bilan birga keldingiz? Endi men bugun birinchi aytadigan qo'shig'im mana Hazrat Navoiyni bilamiz. Butun elimiz Turkiya xalqlarini eng yaxshi ko'rgan zabardast endi she'riyatni ustunlaridan biri. U kishi bilan birga mana shu madrasalarda tavallud topgan, ya'niki yana yonimizdagi Xuroson o'lkasini, Xuroson saltanatini podshohi bo'lgan Husayn Bayqaro hazratlarini qalamiga mansub Naylasun degan bir qo'shiqni hozir e'tiborlariga havola qilsam teletomoshabinlarni. Ajoyib bo'ladi. Keyin suhbatimizni yana marhamat. Yaxshi taklif, marhamat. Yorsiz mahzun ko'ngil divona bo'lmay naylasin. Yorsiz mahzun ko'ngil divona bo'lmay naylasin. Mukum Majnun kabiye afsona bulmay neylesin. Mukum Majnun kabiye afsona bulmay neylesin. İşk tufanı yumay selam berdem öksümek. Ey köngül ömrüm iyey ravna bulmay neylesin. Ey köngül ömrüm iyey ravna bulmay neylesin.
Can olur da açın verir Mardana ula can dediği Can olur da açın verir Mardana ula can dediği Özünü aylar da fida Mardana bulmay neylesin Özünü aylar da fida Mardana bulmay neylesin Şun bulur her lahzadır Bir gavna bir aşina uyanay Aşinalarda keyül Bir gavna bulmayan eylesin Aşinalarda keyül Bir gavna bulmayan eylesin Tilbeger bulmuş seyni Koyemez yavriye aniyem Şun pari bulmuş özüye Divanımay neylesin Şun pari